that if you think that your life is Hayot mashaqqatli va adolatsiz bo'lganligi uchun taslim bo'lishni tanlaysizmi? unfair, Yana bir bor o'ylab ko'ring. Men 18 yoshimda turmush qurgandim. it could Oilamdagilar eskilikni qadrlovchi, qattiqqo'l inson edi. my father Bizlar odobli qizlar edik. Hech qachon ota-onamizga yo'q deb ayta olmaganmiz. Otam meni turmushga bermoqchi bo'ldi. it was never a happy. Men esa bu sizni xursand qilsa mayli, roziman degan so'zlardan boshqa hech nima aytmadim ham. Albatta turmush qurganimdan men baxtli emasdim. I met a car Turmush qurganimdan 2 yil o'tib men avtohalokatga uchradim. somehow. Bu 9 yil oldin edi. Mashinani haydayotgan erimning ko'zi ilingan va biz avtohalokatga uchradik. U sakrashga ulgurdi va hayotini asrab qoldi. Men uning hayoti saqlanib qolgani uchun bundan xursandman. I stayed Ammo men mashinaning ichida qolgandim va juda ko'p jarohat oldim. O'ng qo'lim sindi, yelkalarim va bo'yin suyaklari sindi. Butun boshli qovurg'alarim ham sinib ketgandi. wrist was fractured. Buning oqibatida o'pkam va jigarim qattiq jarohatlangandi. Biroq ana shu jarohatlar meni va mening hayotimni butkul o'zgartirib yubordi. Hayotni qanday yashash borasidagi qarashlarim o'zgardi. Umurtqamning va bel suyaklarimning singani meni hayotimni o'zgartirgan narsa bo'lib qoldi. Perception towards living my Men umrbodga falajlanib qoldim. O'shanda ko'plab odamlar kelib menga yordam bergandi. Mashina ichidan meni tortib olishgandi. Ular meni mashinadan olib chiqishayotganda men allaqachon falajlanganimni tushungandim. they gave me CPR. 2,5 oy davomida shifoxonada qoldim va bu kunlar haqiqiy dahshat edi. Men tushkunlik domiga tushib qolgandim. Bir kuni bir doktor oldimga kelib quyidagi gaplarni aytdi. In the hospital, Sen rassom bo'lishni xohlagan ekansan, ammo seni majburlab turmushga berib, uy bekasiga aylantirishgan ekan. Senga yomon yangiligim bor. Endi sen chiza olmaysan. you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again. Keyingi kun esa doktor yana keldi va jarohatlaring shu qadar og'irki, endi umuman yura olmaysan deb aytdi. You won't be able to walk again. Men chuqur nafas oldim va mayli deb qo'ydim. It's all right. Keyingi kun doktor yana keldi va umurtqalarimdagi jarohat tufayli endi farzand ko'ra olmasligimni aytdi. Fixation that you have in your Ana shu kuni men tamom bo'ldim. you won't be able to give birth to a child again. That day I was devastated. I still remember Haligacha yaxshi eslayman. Men onamdan nima uchun aynan men deb so'ragandim. and that is O'sha kundan boshlab men butun boshli hayotimni savol ostiga qo'yishni boshladim. Nima uchun mavjudligim to'g'risida o'yladim. I realized that the words O'shanda men so'zlar qalbga malham bo'lishini anglab yetdim. Onam menga, bu kunlar ham o'tib ketadi. Alloh sen uchun ko'zlab qo'ygan rejalar bor. Bunda katta bir hikmat mavjud. Men bu hikmatning nima ekanligini bilmayman.